Rahmat. Hayomdan boray bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan. Hay ha. Tug'ilgan kuningiz bilan. 70 yoshingiz bilan. Tabriklaymiz. Ana. Ilohim mana qayersan ko'pini. Yuzlarni ko'ravering. Sizlar ham xush kelibsizlar. Rahmat. Qadrdonlari. Ana. O'rtaq, sinfdosh o'rtaqlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu hassaga tuyanib qolgan bo'lsalaring ham yuzga kirib bir-birlaring bilan hazil-huzul qilib yuravering. Umringiz uzoq bo'lsin. Hozir ijro qiladigan qo'shig'im farzandlarim nomidan bo'ladi. Yuribman ko'ksim kerib o'rur taqqa yassida. Yuribman davrim surib dadamni soyasida. Qaddi tik bir qoyaman dadamni soyasida. Biz badavlat bolamiz dadamiz soyasida. Turibman ko'ksim kerib o'rur taqqa yassida. Yuribman davrim surib dadamni soyasida. Ravon umr yo'llarim yuzarungi so'llarim ko'kka yetar bo'ylarim dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Yuribman davrim surib dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Yuribman davrim surib dadamni soyasida. Tirikligi davlatim osh pishirar savlatim. Onam mening jannatim dadamni soyasida. Tirikligi davlatim osh pishirar savlatim. Onam mening jannatim dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim. Yashnadim hech so'nmadim dadamni soyasida. Ey dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Yuribman davrim surib dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Yuribman davrim surib dadamni soyasida. Yuribmiz davr surib dadamni soyasida. Yuribman davrim surib dadamni soyasida. Otalarimiz sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin, uzoq yillar Ostoxonimiz ko'p yuraylar. Bizga akalarimiz sog' bo'lsin. Ag'amim bor, nakamim bor. Tashvishimga hakam bor. Maqtanaman hammaga. Mening tog'dek akam bor. Oilam deb qayg'urib doim yonimda turib bizga kelajak qurib yurgan aziz akam bor. Yoshlikdan birga o'sgan qalqonim g'amdan to'sgan dadam o'rnini bosgan akajonim akam bor. Dadam o'rnini bosgan akajonim akam bor. Jonimga jon ulagan boshimizni silagan bizga baxtlar tilagan duogo'yim akam bor. Fayzli bosib qadam yurishi xuddi dadam. Onam ishongan odam ming shukrki akam bor. Onam ishongan odam ming shukrki akam bor. Nag'amim bor, nakam bor. Tashvishimga hakam bor. Maqtanaman hammaga.
akalar ota o'tgandan keyin ota o'rnida bo'lib qolar ekan, singillar ona o'rnida bo'lib qolar ekanda. Endi buni bizdan ko'ra sizlar ko'proq bilasizlar, sababi Chiroyli yozamiz. Tinglaveraylik sizlarni. yakka yagonam menim, jannatim onam menim, yaxshi deydi hammani. Jannatim onam menim, nurim chirog'im o'zi, himmatli bog'im o'zi, dunyodagi barchadan eng yaxshirog'im o'zi, nurim chirog'im o'zi, himmatli bog'im o'zi, dunyodagi barchadan eng yaxshirog'im o'zi. Mening mehribon onam, so'zlari darmon onam, baxtimga omon bo'ling, jonim onam, jon onam. Dadam bilan bizlarga, o'g'illarga, qizlarga, ikki yondan bosh bo'lib kirib yuring yuzlarga. O'zingiz baxtim tojim, davlatim taxtim toji, Makka-yu Madinada bo'lamiz birga hoji. O'zingiz baxtim tojim, davlatim taxtim toji, Makka-yu Madinada bo'lamiz birga hoji. Mening mehribon onam, so'zlari darmon onam, baxtimga omon bo'ling, jonim onam, jon onam. Duo qilib qolmagan, og'risam uxlolmagan, umrini berib menga xizmatga haq olmagan. Mening mehri soy onam, badavlatim boy onam, 120 yoshda bo'ling erkakboy onam. Mening mehribon onam, so'zlari darmon onam, baxtimga omon bo'ling, jonim onam, jon onam, jonim onam, jon onam, jonim onam, jon onam. Bizga onalarimizdan sog' bo'lsinlar. Dunyoda muvofiqlikdan hech qachon charchamanglar. Sababi tog'amni shunday chiroyli yurishiga xolam sababsizlar. Chiroyli kiyinib, chiroyli ko'chaga chiqaradigan shu onalarimizdir, ayollarimiz. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, uzoq yillar duo qilishdan charchamanglar. Parvardigorim. Avvalambor shunday zamonga chiroyli to'kin sochin dasturxonlar davriga bizlarni shunday chiroyli go'zal hayotga yaratib qo'ygan bo'lishlar. Amin. Mana qatorimizda bu birodarimiz Abdu Rasulni 70 da hammamiz qorilar. 70 yosh Xudo xolasa juda ulug' yosh. Hammamizga bundan ham ziyodasini ato etsin. Bu birodarimizga bu ahli ayollar bilan, bola chaqalar bilan, nabira chevaralar bilan uzoq yillar bu farzandlarga, nabiralarga bosh bo'lib, to'rlarda, to'ylarda duogo'ylar bo'lib o'tish nasib qilsin. Hammamizga ham Allohim ko'p yillar shunaqa bir chiroyli mehr oqibatda diydor ko'rish nasib qilsin. Mana ko'nglimizni ko'taraman bu ukamiz shularni tabriklash maqsadida keldi. Bularni Allohim san'atda qilayotgan ishlariga, harakatlariga zilvat bersin. Ko'p yerlarda ko'pchilikni xursand qilishyapti. Bu san'atlarning ustida yana chiroyli xizmatlar qilishyapti. Elga xizmat qilishyapti. Bularni mana hozir eshitdik, menga quda bo'ladi. Bu qudamizga Allohim umrini ziyoda qilsin. Bolalariga, nabira chevaralariga bosh o'rsin. Allohim o'tgan bularni otalarini rahmat qilsin. Yoqubjon akam shunaqa bahasi yo'q. Birga ishlaganmiz xalqlar davlatlarga. Bularni oxiratini obod qilsin. Hammamiz ham Alloh o'tganlarimizni, rohatlarimizni ko'rmay o'tib ketgan ota-onalarimizni rahmat qilsin. Oxiratni obod qilsin. Allohim o'zingni arshingda soyalantirib, jannatingga jamolingga bishorat qilsin. Allohim bizlar ham shu ulug' yoshlarni ko'p yillar ko'rishni nasib qilsin. Bir-birimizni qutlab-quvvatlab, mehr oqibatda bo'lgan nasib qilsin. Umrlar uzoq bo'lsin, mashq kayfiyatda, yaxshi kayfiyatda davom etsin.